Assalomu alaykum. Oyim aytgan qiz sizmisiz? Ha, menmi? Oyim aytuvdilar, to'ydan oldin bir ikki ta narsalar maslahat qilishimiz kerak ekan, shu uchun keldim. Ay, uzilib ketdi. Hop. To'y haqida qanaqadir savollaringiz bo'lsa, hozir berib oling, javob beraman. To'yni necha kishilik qilmoqchisiz? To'yda men emas, oyim qilmoqchilar. Oyimning prognozlari bo'yicha 400 kishilik qilmoqchimiz, 250 ta bizga tarafga, 150 ta quda tarafga. O'zi nima ish qilasiz? Oyimni qo'lda ishlayman, oyim direktorlar. Yo, tavba. Ha, aytgancha oyim bitta narsani juda qattiq tayinlab yordilar. Men to'ydan oldin ana mebelni, texnikalarni ana quda taraf, ya'ni sizlar qilar ekansizlar. 2 xonali uyda 4 ta xonasini bo'shatib qo'yganmiz. Nima? Mabodo onajonimiz shu mebel texnikalarni qayerdan olishimizni aytmadilarmi? Aytdilar. Ana shu gapingizni aytishingizni bilib turib aytdilar. Yuring o'sha joyga olib boraman sizni. Ofitsiant, mashinani yechib oling. Kodi nechi? 1941. Oyim tug'ilgan yili. Bu yer Imkon savdo markazi. Hozir bu yerda barcha mijozlar kutgan va suygan aksiya qaytdi. Imkon savdo markazining barcha filiallarida Artel, Shivaki, Royal, Vesta, Samsung, O'zbekiston brendlarining barcha mahsulotlarini zavod narxida boshlang'ich to'lovsiz birgina pasport evaziga 12 oyga bo'lib to'lab olishlaringiz mumkin. Bu aksiya 1-oktyabrdan 31-oktyabrgacha amal qiladi. Ko'rdingizmi? Oyim sizlarga qanaqa joy topib qo'ygan. Ulgurib qolinglar, bo'lmasa qimmatga tushasizlar. Yur. To'xtang. Oyim aytgan qiz to'xtang. Stop! Hech qanaqa to'y bo'lmaydi, tushundingizmi? Sizda bir shaxsiy fikr degan narsa yo'q ekan. Men seni oching. Oyjon, bu narsani qilsammi? Oyjon, bu narsani qilsammi? Erkak kishida bir shaxsiy fikr bo'lish kerak. O'sha shaxsiy fikr sizda bormi o'zi yo'qmi? Menga vobshe unaqa gaplarni qilmang, tushundingizmi? Shaxsiy fikr bormi, yo'qmi deysiz? Rostdan ham. O'zi menda shaxsiy fikr bormi, yo'qmi? Shuni bitta onamdan so'raydi. Alo, oyijon. Alo, oyijon, keyingiz olib ketgani dadajonimnikiga keldim. Ha qizim, nimaga araslab kelding? Dada, men Sherxon aka bilan yashamayman. Ular menga sinochik. Bir narsa so'rasam, oyim bunaqa deydilar, oyim bunaqa deydilar. Xullas, o'zlarining shaxsiy fikrlari yo'q. Ja unaqa emasdir. Ya, mana kuyov desi keldi. Bir eshikni och. Assalomu alaykum dadajon. Oyim salom aytvordilar. Nimaga keldingiz, kuyov? Oyim aytuvdilar, kelinimni olib ketib, shunga keluvdi. Qani shirinliklardan oling-chi? Yo'q, menga shirinlik mumkin emas. Ha, doktor aytganmi? Yo'q, oyim aytganlar, anginam shishar ekan. Bir ovqat tayyorla. O'zi qanaqa ovqatli yoqadi? Shu oyim qilgan hamma ovqatli yoqadi. Ha, dada, men sizga nima degandim? Sen bor, men o'zim kuyovning paylatkasini beraman. Menga qarang, Sherxon kuyov. Erkak kishini aytadigan so'zi, otaydigan yoqqa bilish kerak. Uyga kiribsizmi, eshikni tepib kiring onasini hepsini. Erkak bo'lib keldikmi, erkakda yashaylikda. Kuyov! Xo'sh, endi nima qilasiz? Oyimga aytib beraman sizni. Bola, shakarim bola. Alo, onajon, siz aytgan qiz bilan uchrashuvga chiqdim. Ha, gul oldim. Ich kiyib qo'yapti. Mana o'zi ham kelyapti, onajon, bo'pti. Assalomu alaykum. Oyim aytgan qiz sizmisiz? Ha, menman. Oyim aytganchalik vobshe chiroyli ekansiz. Men bugunlar sizga Shart emasdi? oyim berib yuboruvdilar. Qayerga boramiz? Oyim aytuvdilar, mana shu yerda zo'r restoran bor. Yuring o'sha yoqqa boraman. Zo'r joy ekan-a? Oyim bilanlarda qanaqa joyga borish kerakligini. Bu narsa ismi? Menga farqi yo'q. Oyim aytuvdi, bu yerda vag'uriyni zo'r qiladi deb. Davay vag'uriymiz. Menga qarang, to'ydan keyin mabodo urushib qolsak nima qilasiz? Oyimga aytib beraman. O'zingizni bu narsaga qiziqishingiz bormi? Oyim aytuvdilar, futbolga qiziqishing bor deb. Bunaqa fikrlash bilan birorta institutda o'qiysizmi? Yo'q, o'qimayman. Oyim xohlamadi. O'zingiz biron joyda o'qiysizmi? Albatta. O'zbekistonda talabalar uchun imkoniyatlari keng bo'lgan Profi universitetining bank ishi va audit yo'nalishida o'qiyman. Yaqinda yangi kampusimiz ochildi. Siz ham o'qishga topshiring, yangi binolarda mazza qilib o'qirdik. Zo'r fikr. Faqat oyimdan so'rashim kerak-da. To'yimiz qachon bo'ladi? To'y hech qachon bo'lmaydi. Menga qarang, erkak kishida shaxsiy fikr degan narsa bo'lish kerak. Oyim bunaqa deydilar, oyim bunaqa deydilar. Sizda shaxsiy fikrni o'zi yo'q ekan. Men meni sinochik. Binafshaxon, meni chastimga tegdingiz. To'g'ri, erkak kishida-chi shaxsiy fikr bo'lishi kerak. Lekin o'sha shaxsiy fikr menda bormi, yo'qmi? Shuni oyimdan so'rab sizga aytib yuboraman. Menga o'xshagani qaytib tug'il. Oyijon, meni ham uylantirdingiz. To'y ham o'tdi. Endi men bilan birga uxlamaysizmi? Bola, endi xotiring bor. Xotiring bilan birga uxlaysan. Hatto oramizda yoting, oyijon. Malaka so'zku bu. Sherxon aka, birinchi farzandimiz o'g'il bo'lishni xohlaysizmi yo qizmi? Oyim o'g'il bo'lishini xohlayotgandilar.
birinchi farzandimiz ismini nima qo'yamiz? Oyim aytgan ismni qo'yamiz. Sherxon jira, yur kontrga boramiz. Bolalar sizlar boraveringlar, oyim ishlaydilar. Kesinlar ruxsat so'rab boraman. Sen uylanganmi-ku, hech bo'lmasa xotiningdan so'ra. Sherxon aka, bilasiz, psixologiyaga qiziqaman. Hozir profi universitetining hamma yo'nalishlarga qabul boshlangan. O'qishga topshirsam o'qitasizmi? O'qitaman, davay topshiring. Oyijondan so'ramaysizmi? Qanday ismdan chiqib ketdi? To'g'ri aytasiz, Oyjondan so'rash kerak-ku. Oyjon, mendan qobil o'g'lingizni kechiring. Sherxon aka, ertaga onamnikka borib kelsam maylimi? Oyjondan so'rang, ruxsat bersalar ketavering. Bo'ldi, stop! Sherxon aka, siz uylangansiz, boshingizda xotiningiz bor. Bitta oilani boshlig'isiz. Men bitta narsaga tushunmayapman. Men siz derga tekkanmanmi yo oyingizgami? Boring-a! Binafshaxon, bu safar meni g'ururimga apelkot berdingiz. Dushan bilan o'ynashdingiz. To'g'ri aytasiz. Siz menga erga tekkansizmi yo Oyjonga? Shuni oyimdan so'rab aytaveraman. Yashavor